Assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Mana bizda xayrli kun va nihoyat videolarim davom etadi. Orada ozgina pauza bo'ldi. Ozgina o'zimizga kelib oldik. Oilamizdan tashvishlari bilan, bola chaqa bilan bilasizlar, uylarni tozalab, yaxshir qaynonam kelishlariga tayyorgarlik qildim. Shuning uchun o'zimdan ortmay qoldim. Qaynonam keldilar. Anchadan beri ko'rishmagandik. Filippinda yashayotdilar, chunki u yerda restoran ochganlar. Endi bo'lsa, xudo xolasa videolarni davom ettiraman. Iloji boricha qo'limdan kelgancha video olishga harakat qilaman va sizlar bilan bo'lishib boraman. Hammaga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va videolarimiz davom etadi. Shu bilan bu keldilar. Wow! Oh my god, you must say what? Wow! Yes, come. Kelishlarimni chimadan tutadilar. Chunki nevarlar poylab turadi. Nima? After shower you pray, huh? What's that? Oh, you put inside the room. Happy birthday, Daddy. Happy birthday, Daddy. Wait. Happy birthday to Daddy. Happy birthday to you. Happy birthday, Daddy. Let me close your eyes. Happy birthday to Daddy. Happy birthday, Daddy. Bugun bizning dadamizning tug'ilgan kunlari, tug'ilgan kunni hech qachon biz katta qilib nishonlamaymiz. Har tug'ilgan kunimizda bizda ehson kuni bo'ladi. O'shaning uchun oilaviy oddiygina nishonlab o'tkazamiz. In heart shape. Inside one, Daddy, inside one. Inside one is what? Leila, I know. Mama. Timu. No. Timur, me, Daddy, you, Mommy. Oh. Thank you. This one I have the coffee. Wow. Bebe. Mamlaka. Oyoq kiyim olib ketdilar, hali shunaqa. This one you don't want to wear shoes, you just cover. This one can pick up. Pick up like this. Popcorn, coffee, o'g'illariga. Yo'q, yana. Brownie olib ketdilar. Men brownie yaxshi ko'raman. I know can pick out and then cover. Olib ketdilar. Can pick out the wheels. Oh my goodness. Cover. Don't. Big Oh man. my god. What is this, Amma? This one is cheese. Va albatta nevaralarga sovg'a bor, o'g'illariga sovg'a bor, kelinga esa fik narsa. Bunaqa akamizga bunday futbolka chimga Wrong side. bu Can wear right? Yes. oh my god. Stand up qizim, stand up. Be careful, huh? The wheels are. Saya sokin olad. To'g'risini ayt. Okay. Judayam nevaralarini yaxshi ko'radilar. O'g'ililari hech qachon bizga bilinmagan. Doim qo'llab-quvvatlaganlar meni. Doim nimadir o'rganmoqchi bo'lsam, erinmasdan o'rgatganlar, bilmaganlarim ko'p narsani albatta qaynonamdan o'rganganman. Mana hammaga yoqimli ishtaha, baqlajon qaynonamdan, tuxum, baliq, sup qaynonam yaxshi ko'raman. Chunki suplarini yaxshi ko'raman. Qaynonam xizmatdalar bugun. Aman u yig'ishtirib charchadim. Shu bilan hamma yotib gaplashib, bolalarim o'zidan ketadi, ozgina betarbiyali bo'lsin, chunki bu o'sishadi. O'zini oldida xohlagancha erkalanishadi, o'zingizdan ketishadi, dangasalik qilishadi. Albatta men ham qo'shilgan holda dangasalik qilaman. Chunki ovqatlarni qo'limdan oladilar. O'zlari ovqat qilib beradi. 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to Daddy and Layla. Happy birthday to you. Wish. Oh my God, what Okay. you wish? Okay, 1, 2, 3. You wish first, ma? Hey, Wish Oh already. my God, you wish one more time. one more. Wish already, right? Mm-hmm. Wait, chicken fish. Okay. I think already. Okay. No, no. Tell me what you. Balcony house. Oh, still, Say okay. the same one. Okay. Ulan ready la, bol da kale, chacha di bize. Alera, asa, hoppa. Hoppa. Yasheng. Hi papa. Mommy, I want to sit down. Mommy. Ha. Birinchi muhabbatim deb sevgisi xor. Hey, Hey. Layla unaqa qilma. Momo inside the room. Temur. Shunaqa qilib o'tiramiz, qaynonam keldilar. Stol ko'rsatib bo'ladi. Jonlar, mana shu bilan biz mana shu go'zallikni ochamiz. Sekin hozir men bilan ochib ko'rsataman, nimalar zakaz qilganimni. Kollagenlar zakaz qilganman, mana shunaqa detokslar zakaz qilganman. Albatta hozir ko'rsataman, namoz o'qib qolsin. Mana shunaqa qilib shumqimay turayman. Wow. Hey, wait first. Hello. Yeah, wait first. Sit down. Sit down. This volume thing is all okay. That's 100. Shu bilan davom etamiz. Nimalar zakaz qildim? Drain Effect Enel'dagi tuqqandan keyin ham oddiy kunda ham отекlar uchun ichiladi. Объемdan ham zo'r ketkazib beradi. Ayniqsa ishib turadiganlar uchun ertalab ichishni tavsiya qilaman. Ishni любой vaqtda mumkin. Och qoringa zo'r ketadi. Обязательно suv bilan. Mamnunqa. Yashildan zakaz qildim. Bundan zakaz qildim. Har doim uyimda bo'lish kerak bundan menga. Обязательно. И albatta shirinlikniki judayam och odamlar uchun mana shu oq choy tavsiya qilaman. Ishtahani bo'g'ib beradi. Umuman shirinlikka torttirmaydi. Mana shundan keyin umuman shirinlik yemaydigan bo'lganman. Xo'p, detoks zakaz qildim. Detoks ichlarni tozalash uchun birinchi bo'lib mana shundan boshlayman. Bugundan boshlayman. Hozir ovqatlanib bo'ldim. Albatta Enel yuz ovqatlaridan sovunini zakaz qildim, pudrasini zakaz qildim. Skrabga o'xshagan ovqatlar beruvchi vitamin C bor ichida. Ayniqsa yuzda dog'larga shuni tavsiya qilaman. Sovunlari shunaqa zo'r qizlar, shunaqa zo'r sovun. O'shaning uchun ham zakaz qildim. Oldin ham bordi, qolmagan zakaz qilib oldim bundan. Yuz ovqatlarini yaponskiy desam, koreyskiydan ham hech qaysidan qolmaydi mana shu. Hamma narsasi bor. Bunaqa qilib suvga aralashtirib, bunaqa skrabga o'xshab aralashtiriladi. Hozir bundan qilib aralashtirib, suv bilan yuzni yuvadi. Shunaqa zo'r mana shunisi ham.
Yana nima zakaz qildim? 8 yil semuri doktor olib yurib, oxiri ekzemasini davosini mana shundan topganman. Har doim aytganman bu narsani. 8 yil doktor qancha pulim ketgan, qancha analiz topshirganman. Hech narsa yordam bermagan. Oxiri shu rus blogerda ko'rib qolib, men ham o'qib chiqib, o'rganib, shu ko'zimni oldida bor narsani bilmay yurganman. Albatta tavakkal qilib men ham ichirib ko'rganman va shundan anaqa olganman. Xo'p, bu yoqda shu bilan bizda hayot davom etyapti. Yana ikkinchi kun ovqat tayyorgarlik ko'chaga chiqamiz kelayapti. Erimimiz o'sha uydamiz. Steak qilamiz bugun. Mana tayyor steak bor. Demak, Slice ten mana. Tumalkam sut to'ldi. Mana qaynonam kelsalar, men oshxonaga kirishim kerak emas, ortiqcha ish qilish kerak emas. Iloji boricha dam olishim kerak, chunki qaynonam shu narsani xohlaydilar. Mana shu bilan bizda ovqat tayyor, kartoshka, go'sht, brokoli. Yummy. Thank you, Amma. Mana hayot. Wow, nima bu? Happy Baba. Happy Baba. Ой, happy bara, look. I said. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, как у вас? Nimagadir kameram xira bo'lib qoldi. Bilmadim nimaga. Mana o'tiribman, ya'ni yugurib keldim. Endi o'zimga kelyapman. Chunki terlaganman. Sizlarga cho'milishim mumkin emas. Qizarib ketganimni qarang. Nimagadir kameram xira bo'lib qoldi. Mana qaynonam nimalar olib keldi? Shirinliklar olib keldi. Lekin men shirinlik yemayman hozir. Chunki men kontrol ushlayapman shirinliklar. Umuman yeyolmayman, chunki vaqtda ichaman. Yeminiga bo'lib ketganman. O'zimga shikolat keldi, yeyish yo'q. Nimalar olib keldilar qaynonam nevaralariga manguni qurtilganini olib keldilar. Albatta botiroq olib keldilar, chunki bolalarim men yaxshi ko'rgan botiroq bo'ldi. Albatta o'g'illarim yaxshi ko'rgan piyojnilarni olib keldilar. Va albatta kofe o'g'illariga. Menga hech narsa yo'q. Meni bolalarimga olib keldilar. Lekin qo'limdan ovqatni oldilar, ishlarimni oldilar, bolalarimni oldilar. Shunisiga ham shukr. Dugonalaringdan bor, qayerga borsang bor, menga tegmagin dedilar. Mayli dedim. Undan tashqari nimalar olib keldilar? Mana shunaqa narsalar olib keldilar. Pechenka, mana narsa. Chunki havo issiq bo'lgani, iloji boricha yopiq narsa sotib olishga harakat qilamiz. Nimaga? Chunki havo bo'lib qoladi. Havo kirib qoladi. Ochiq qoldirib bo'lmaydi bu narsalarni. Chunki cho'milni tez bosib ketadi. Issiq havo. Dadasini yaxshi ko'rgan kofesi, Nescafe. Shuni yaxshi ko'radi. Imini shunaqasini yaxshi ko'radi. Shunday, tabii kelinman-da. Men mehr bergan. O'zini Sultan Sulaymon xotini Xurram his qilib yog'ini joylashtirib, hamma yog'ini yuvib tarak tanlada. Meni qaynonam shunday qaynona borda. Kimda bor? Qaysi duolarda? Mendagi kelinni so'raganlar, bilmadim. Albatta sizlar uchun so'rab beraman. Agar udruk mendagi kelin xohlasanglar, albatta o'sha duoni o'qinglar. I wish your breast, Sarah. Qirib kirlangan bittalab yuvadaman bilan dog' bo'lsa. Qo'llar shofman. Mana shu bilan videomiz bugunchalik o'z nihoyasiga yetdi. Iloji boricha uzun qilmaslikka harakat qilaman, chunki montajda qiynalaman, vaqt oladi. Lekin savollarga javob berib ketishga harakat qilaman. Xo'p, albatta yaxshi kommentlar olamiz. Ayrim kommentlar albatta bizani ham qalbimizni og'ritadi. Iloji boricha u narsaga ahamiyat bermaslikka harakat qilamiz. Ayrim haqoratli so'zlarni albatta biz har doim screenshot qilib olib qo'yamiz. O'zbekistonga borganimizda bitta qilib hammasini joyiga qo'yamiz. Xo'p, savollarning orasida aslovnoy turmush o'rtog'imga bo'lgan haqoratli so'zlar bo'ladi. Ya'ni kofirga eriga tegib olib degan so'zlar ham bo'ladi. Men turmush o'rtog'im kofir emas, alhamdulillah musulmon. Islom dinini qabul qilgan.
islom diniga kirishga sababchi bo'lganim uchun alhamdulillah deyman. Islom dini hamma uchun ochiq. Islomda faqat o'zbeklar bilan arablar islomda degan narsa yo'q, musulmon degan narsa yo'q. Islom hamma uchun ochiq. Siz karis bo'lasizmi, kitayets bo'lasizmi, tayets bo'lasizmi, hamma uchun. U din har bir inson tanlashga haqli. O'shaning uchun bilar bilmas til suyaksiz bo'ladi. O'zingizga o'zingiz gunoh orttirib, g'iybat qilib, kimdir haqorat qilib, siz o'zingizga savob orttirmaysiz. Shuning uchun har bir inson o'zi uchun javob beradi. Ayniqsa oxiratda. Shuning uchun har bir yozayotgan narsangizni, bu kunga gapirayotgan gapingizni o'ylab miyangiz bilan. O'zbek oilada tug'ilib, musulmon bo'lib turib, ayrim narsani gunohligini bilib turib gunoh qiladigan insonmiz biz. Islomga yangi kelganlar bo'lsa, o'sha narsani bilgandan keyin, mumkin emasligini bilgandan keyin, islomda u narsa umuman mumkin emas ekan degan narsaga amal qiladi, bilasizlarmi? Ularning farqi nimada? Shunaqa. Har bir inson o'zi uchun javob beradi. Bilib bilmagan gunohlarimizdan o'zi kechirsin. Allohim har bir insonga insof bersin, to'g'ri yo'l ko'rsatsin.